Ushbu videoda dala nazorati tizimidagi 2.2.5 versiyasida, ya'ni talqindagi o'zgarishlarni ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'lib 2.2.5 versiyada nima o'zgarishlar bo'ldi? Xo'p, dala cheti bo'yicha ma'lumotlar kiritilganda inspektorlarimiz ushbu ma'lumot tizimda qabul qilindimi, to'g'ri kiritildimi kabi savollar bilan guruhda juda ko'p murojaat qilishdi. Shunga o'xshagan savollar ko'payib ketgani sabab ushbu yechim qilindi. Ya'ni dala nazorat tizimida dala cheti ma'lumotlari kiritilganda eski tartib bo'yicha dala cheti monitoringlari bo'limida ko'rinardi. Hozir qo'shimchasida biz menyuda chap tomonda dala cheti bo'limini yaratdik. Ushbu dala cheti bo'limida aynan birinchi dala cheti menyusiga kirganda aynan shu inspektorga tegishli bo'lgan dala cheti monitoringlari ko'rinib turadi. Ya'ni kiritgan monitoringlari. Barchasi qiladigan bo'lsa, butun o'ziga tegishli bo'lgan tuman yoki hudud bo'yicha ma'lumotlar ko'rinib turadi. Ya'ni xarita qismidan dala cheti ma'lumotlari qo'shilganda u tizimga to'g'ri qabul qilindimi va to'g'ri kiritildimi tekshirish uchun dala cheti bo'limiga o'tib turib bemalol ko'rib olsak bo'ladi. Va ushbu qismda ID ko'rsatilgan. Aynan mana shu ID biza kiritgan dala cheti ma'lumotlarimizning IDsi. Dala cheti monitoringimizning IDsi. Xo'p, shunaqa holatlar bo'lyaptiki, inspektorlarimiz ma'lumotni xato kiritib qo'yishyapti va ushbu dala cheti ma'lumotlarni o'chirishga to'g'ri kelyapti. Aynan shunaqa holatlarda xato kiritilgan monitoringlarni ham o'chirish funksiyasi ishga tushdi. Faqat ushbu monitoring ma'lumotlarini inspektor emas, ya'ni respublika dala cheti mas'ullari o'chirib berishadi. Bu haqda video ostida ma'lumot qoldiramiz. O'chirish uchun nima qilish kerak? Deylik, men ushbu dala cheti ma'lumotini xato kiritib qo'ydim va ushbu ma'lumotlar menga kerak emas, o'chirish kerak. Va aynan mana shu ID raqamdan nusxa olaman va mas'ullarga, guruhga yoki shaxsiy lichkasiga tashlab beraman. Xo'p, keyin ular dala cheti bo'limiga o'tishadi. Xuddi inspektorga ko'ringani kabi ularga ham ma'lumot ko'rinadi, faqat dala cheti mas'ullariga to'liq ma'lumotlar ko'rinadi. Va aynan inspektor tashlab bergan ID raqami orqali aynan shu monitoring qidirib topiladi. Deylik, mana Azamov Asadbek tomonidan kiritilgan dala nazorati tizimidagi dala cheti monitoringi. Qaysi fermer xo'jaligi, nima ekilgan va qaysi sanada kiritilgan. ID raqami orqali qidirib topdim va o'chirish tugmasi ushbu foydalanuvchiga ko'rindi va o'chirish tugmasi orqali bizda haqiqatdan ushbu dala cheti monitoring keragi bo'lmasa o'chirib berishi mumkin. O'chirish tugmasi bosiladi va tizimdan o'chdi. E'tibor qaratamiz, demak, dala cheti monitoringini har kim ham o'chira olmaydi. Ya'ni dala cheti bo'yicha mas'ul respublika foydalanuvchilarigina o'chira olishi mumkin.